going down like. Oi, Oi. Alo. Ha, o'rta. Do'stim, uydamsan? Ha, uydaman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Xullas, shahar xavf ostida. Shaharda dori tarqatishyapti. Noqonuniy. O'sha dori tarqatadiganlardan biri sizlarni domda turar ekan, Sardobiyda. Bizga o'sha odamni topib ber. Hop, u odamni topishga topuraman, lekin u odam kattami, kichkinami? Men shuni tushuntir menga. Kichkina o'quvchi ekan. O'quvchi nima deydi? Dori tarqatadiganlarga qo'shilib qolgan. Puldan nima yordam kerak ekan-da unga. Shu pul kerak ekan. O'shaga qo'shilib qolgan. Bizga o'sha bolani topib berishi kerak. Nechinchi sinf ekan u bola, bilmaysanmi? Mana 9-bu sinfmi shunaqa. Bo'ldi, topishga harakat qilaman, lekin menga nima foyda undan? Senga pul beramiz. Qancha? 5000. Ko'kidami? Ha, ko'kida bo'la qol. Ishga kirish. Uyga xabar yubor. Hop, bo'pti. Mayli, urinib ko'rsam, urinib ko'raman. Voy, bo'ldi, ketdi. Bu haqiqiy muammo-ku. Mayli, pul olay. 100 qo'limni. Xo'sh, olib, nonga chiqib kelaman. Pullarimni olay. Pulimni oldim. Kelib. Ketadi. O'quvchi dedim. Hop. Soat 8 bo'lyapti. 8 nimaga? Yes. Ay, qo'shni bola-yu. Mashinasimi kerak? Bali, ishim yo'q. Hop, non olib kelsam bo'ldi. Non bilan to'yga bu narsa. Iya, do'stlar, nima ko'ryapsizlarmi? Bu yerda qanday qizil kiyimda bir yigit turibdi. Yo'q. Shu dorini qiladiganlardan emasmikin? Rasmga olay. Bo'ldi, oldim. Do'stimga tashlab olaman. Ketdik. O'shalardan bo'lishi mumkin, o'z do'stimga yozay. Bo'ldi, rasm ketdi. Hozir yozib qolish mumkin. Do'konni ham dedi. Do'konni ham esimdan chiqarib qo'yaman. Xo'sh, salom. Xo'sh. Non olish kerak 3000 dan ekan. Ikkita olamiz. Pechenye olamiz. 5000 ga 5ta 4 so'mdan ekanda. Rahmat, so'zingizni bersin. Ketdik. Kechib ketgan, ovqat olib ketaman, mabodo. Ko'ramizda va aniq qilamiz. Do'stim yozib qolarmikin yana? Ko'ramizda. Lekin u yigit menga shubhali tuyuldi, balki yana o'sha yerdadir. Hali ham o'sha yerda turibdi. Nimadir qidirib yotdi. G'alati, juda g'alati. Mayli, o'tib ketdik. G'alati qarashyapti. Xo'sh, ketdik. Hozir uyga kiraman-da. O'shlardan o'ylab chiqaman. Sen hali ham shu yerda turibsan? Ha, shu yerdaman. Isming nima edi? Ismim Joni. Joni? Yaxshi. Nima Joni? Do'stlar bola bormi? Mayli. Ishim yo'q. Joni boshqasimi? Pullarni joyiga qo'yish kerak. Keyin joyiga qo'yib endi azizim nima qilish kerak? Bu do'stimga yozganim xabar kelib qolsa. Do'stim, qara, men shu ikkita boladan shubhalanyapman. Podezimda ikkita bola bor. Bittasi Joni va bittasi boyasini tashlaganimcha rasmdagi qo'layapti-ku daraxtlar oldi. O'sha haqida gaplashganim bo'lmoqchiman. Ofisingga qaytdi. Yo'q, do'stim, kelma. Men o'zim boraman uyga. Uyga kelasanmi? Mayli, bo'pti, uyda bo'laman. Kutaman. Qachon kelasan? Ash kechga yaqin boraman, 5-6larga. Ha, bo'ldi. Hop. Bo'pti. Do'stlar, juda chatoq, juda g'alati. Boyga bola 5-etajda turardi. Ismi Joni edi.
Yo'qmi, zinalar ham esimdan chiqarib qo'yadi. Menimcha 6-chi qavatda turardi. Domimiz 9 etashga bo'lsa, ha. Hadi zinadan chiqayotganimga ancha o'tdi. 6-chi qavatga chiqdim. Chiqdimmi? 6ga? Adashdim. 6-chi qavatda neymiş? Qaysi kvartira ekan? Bu kvartira emas. Buni aniq bilaman. Bu qandaydir g'alati xona. Xullas bizni balki otamiz o'g'lini uyini lekin aniq shu podyezdimizda turadi qo'shnim. Juda g'alati. Har doim lekin shu joyda turadi. Har kuni, har doim. Nima kim bo'lishi mumkin o'sha bizning podyezdagi yigitcha. Lekin bu yigit bola 10-sinfga, 9-sinfga o'xshamadi. Mayli do'stimga qolar. Ozgina o'tiraychi. Bitta o'z ko'ramiz. Shuni shu yo'q o'tamiz. Yo'q, bo'ladi, mayli. Hech qani qurib qo'ying. Eli yoktu. Hani oh. Do'stlar, men o'zimni Telegram kanalimni ochdim. U yerda Minecraftga mos modlar bo'ladi va kanalimizdagi barcha yangiliklarni birma-bir qo'yib boraman. Silka описаниеda va tepadagi yozuvda. Xullas, qara do'stim. Shu boladan men shubhalandaman. Hozir kirayotganingda turimidan u qizil qora aralashli kiyimda Olimpikada. Ha, o'sha bolami? Ha, xuddi o'sha. Senga tashlaganim esa nima daraxt nima qilayotganicha, o'sha bola menimcha nari podezd turadi, yonimdagi podezdda. O'xshatdim shekilli yoki o'shamikan. Men aniqini bilmayapman, chunki yuzi ko'rinmadi. Rasmda ham ko'rding-ku. Xullas, o'sha bolani topishimiz kerak. Menimcha shu qo'shnimning naqasi bo'lsa kerak, lekin har safar meni ko'rganda qanaqadir g'alati qaraydi. Nima gapirsam bo'yi, nima edi, isming nima edi deb so'rasam, nima g'alati javob berdi. Ismim Joni edimi? Shunaqa Joni edi. G'alati, juda g'alati. Nima, bab odam o'zida bo'ladi, qanaqadir g'alati ko'rinadi shunaqa. Ha, gap yo'q ekan-da. Nimanidir bildingmi? Ha. Qara, sen qara, nima? Sizlarni kompaniyalar o'zi qayerda, nima deydi? Ofisinglar. Ofis bilan hozircha ish bo'lmay tursin. Keyinchalik gaplashamiz. Qara, sen tashlagan bolalarni ikkalovini ham kiyimlari qizil rangda edi. To'g'ri, bittasiniki qoraroq, lekin bu ikkalasiniki ham qizil. O'sha qotillik ham qizil kiyimda necha marta ko'rishibdi. Qizil kiyimda necha marta qatladi. Chetdagi domlada ko'rishgan, keyinroq qishloqda ko'rishgan, chetdagi qishloqda, Doviydi to'g'risida qishloq bor-ku. Ha, o'sha yerda. Xullas, ko'p joylarda ko'rishib turdi, shunaqa o'tli joylarda, nima, qurilish binolarining oldida. Ha, tushunarli. Ularni bazasi qayerda ekan, nima deydi? Bekinadigan joyi yoki boshlig'imi? Topish kerak ularni ham. Qachon toparkimiz? Bilmasam, hozircha ikkimizga ham omadimizni bersin. Ha, bo'pti, mayli. Sen ketasanmi? Ha, ketaman. Bo'pti, og'ayni. Bo'pti. Ertaga gaplashamiz, senga ertaga qilaman. Eshik bu yoqda, yur. Do'stlar, kanalimizda 10% odam obuna bo'lmay kuzatar ekan. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. O'rtog'im ham ketdi. Hozir ovqatga chiqib kelsam, yaxshi, endi ovqat olib kelsam, hali ham turibdi. Nima balo bu bola? Nega bu bola mashta turadi? Har kuni, har doim shunaqa. Har doim shu yerda turadi. Shubhali, juda ham shubhali. Go'yoki payt bo'ylayotgandek. Nima deydi? Vaziyat nima deydi? Dora nima qildi? Salom. Ovqat olishga. Go'sht olamizmi yo tovuqmi? Tovuq shuylagan. Go'sht.
Rahmat. O'sha nima bo'lsa ekan? Menimcha xabarasi bor. Mayli ketaman. Uyga. Iya. Mayli uyga boramiz. Ketdik. Bizlarni dori tarqatadi deb sotgan bola shubida. Ha, xuddi shu. O'ldiramiz buni, shef. O'ldir.